Endi hammaning dardini eshitib o'tirmayman, to'g'risi. Ikkita patsiyentim bor, shunaqa kelishadi, aytib keladi dardini. Aytgani bilan nima to'lqman, nima qilib beraman. Ayol kishi o'ziga qachonki qaramay, e'tiborsiz bo'lib qolsa, o'ziga uverенный bo'lish kerak-da. Baribir erkak kishi nima toza ayolni yaxshi ko'radi, o'ziga qaragan ayolni yaxshi ko'radi. Ha deb eringizga yalinaversangiz, qattasan, nima qilyapsan desangiz, yoqadimi? Yoqmaydi. Bo'pti, men ketdim gapga deysiz-da, ketib borsangiz, voy bu cho'ta o'zgarib qolibdi deb o'sha vahimaga tushishni boshlaydi. Men har oy olaman o'zim. Mezoterapiya, biorevitalizant olaman. Nit qo'ydirganman yuzimga. U nitdan ko'pchilik qo'rqishadi-yu, lekin nit u kollagenli ip hisoblanadi. Teri ostida qolgandan keyin o'zidan kollagen ishlab chiqarib, yillar davomida so'rilib yo'qib ketadi. Ko'pchilik aytadi, nit so'rilmaydi, iplari chiqib qoladi, bu yoq deydi. Lekin nitda ham har xili bor. Ko'proq sifatli nit bilan ishlashga harakat qilaman. Hech qachon sifatsiz nit bilan ishlamaganman. Muzlatuvchi krem surgandan keyin yuz sezmaydi u narsani. Keyin nit qo'yamiz. Nitni o'rnini bosmaydi, chunki nit o'sha teri ostiga qo'yilgandan keyin o'zi tabiiy ravishda kollageningizni ishlab chiqarishni boshlaydi. O'zi ham kollagenli ip hisoblanadi. RF liftingda u mikrotoklar orqali o'sha kollageningizni uyg'otib beradi. Sizda bor kollagenni chiqarib beradi u. Sizda kollagen yetarli bo'lmasa, o'sha RF lifting ham muolajasi pastroq bo'lishi mumkin. Agar kollageningiz normalniy bo'lsa, zo'r ishlab berishi mumkin.